Yashil makon umummilliy loyihasi bilan bir qatorda tomorqadan unumli foydalanishni tashkil etish ishlariga ham katta e'tibor qaratib kelinmoqda va buning natijasida xonadon egalari mo'may daromad olish bilan birga ular tomonidan el dasturxoniga sarxil qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Oqoltin tumanidan tayyorlab kelgan lavhasi bilan davom ettiradi. Bu limonlarni qarang, ishtahani ochib yuboradi. Biz Oqoltin tumanining Ahillik mahallasidamiz. Qambarovlar xonadonida 4 sotix maydonda limonchilik issiqxonasi barpo etilgan. Qo'limdagi ushbu limon esa aynan Mir navi deb nomlanadi. Mazkur mevalar esa o'zining mazasi va tashqi ko'rinishi bilan ajralib turadi. Bozorlarda esa bu mevalarga bo'lgan talab yuqori. Mahalla farovonligi har bir xonadonning tashabbusidan boshlanadi. Oqoltin tumanining Ahillik mahallasida limonchilikka qiziqish katta. Xonadonlarda limonchilik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu issiqxonamizni tashkil qilganimizga 8 yil bo'ldi. Shundan beri mana shu bilan shug'ullanamiz. 2 sotikdan 2 ta limon issiqxonamiz bor. 2 sotiklik birinchisini qurgan issiqxonamizdagi 8 yil. Keyingi yoniga o'zidan ko'chat chiqarib ekkanmiz, unisiga 5 yil bo'ldi. Bundan tashqari bodomzorimiz bor. Bir yilda 2 tonna, 3 tonna hosil olamiz. Ushbu issiqxonada limon nihonlari uchun ideal muhit yaratilgan. Shu sababli hosil sifatli va mo'l kelmoqda. Kelasi 20-25 million sotyapmiz. Endi 20 millionlarga to'xtaydi-da. Bir yilda saf daromadimiz 20 millionga boradi. Bandligimiz ta'minlangan, hammamiz band, mana kelin ishga boradi, keladi. Men o'zim, nevaralar bilan o'zimiz eplayapmiz bularni. Yetishtirilgan limonlar nafaqat mahalliy bozorlar, balki yaqin tuman va shaharlar savdo nuqtalariga ham yetkazib beriladi. Issiqxonada doimiy harorat va namlikni saqlash orqali yuqori hosilga erishmoqda. Bugungi kunda bunday tashabbuslar nafaqat Qambarovlar oilasi, balki butun Ahillik mahallasi aholisi uchun namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Ayni sovuq kunlarda limon mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj ham katta. Boisi bu tabiat ne'mati turli kasalliklarni oldini olishda ham yordam beradi. Yerni boqsang, yer seni boqadi deyishadi. Bunga esa Qambarovlar xonadoni misolida yana bir karra amin bo'ldik. Siz ham vaqt ajratib mana shunday limonariya bog'iga tashrif buyuring.